Nevrozdan qiynalib yurganinglarning asl sababi shu. U o'ylamanglar, bular deydi sirini biladi, bizga aytmayapti. Maqsad pul. Agar men hech kimga hech qanaqa pul to'lamasam, men bepulga nevrozdan tuzalar ekanman deb o'ylamanglar. Xarajatsiz harakat nolga teng. Bularning maqsadi pul. Men bepul ham o'zimni nimadirlar qilaman. Bepul kimdir meni tuzatadi, mo'jiza keladi deb. Yo'q, bizning maqsad pul emas. Tushunasizmi? Meni maqsadim pul bo'lganda, men hozir bu qimmat oltinga teng gaplarni sizlarga tekinga aytmagan bo'lardim. Tushunyapsizlarmi? Assalomu alaykum barchaga va YouTube kanalimiz kuzatuvchilariga. Yaxshimisizlar o'rtoqlar? Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Xo'p, bugun sizlarga nevroz haqida gapirib bermoqchiman o'rtoqlar. Va bundan oldin mana shu videoga bitta like bosib, ya'ni kommentariyada o'sha izohlarda o'zingizlarni shirindan shakar so'zinglarni yozib ketishinglarni men xohlagan bo'lardim. Sababi bizni ko'ra olmaydigan shunaqa ichi qora insonlar ham ko'pda. Afsuski yo'q emas, juda ko'p. Dislike bosadi, bir narsalar qiladi. Xullas, negativlarga e'tibor bermagan holda boshladik. Xo'p, ko'pchilik inson aytadi, aka deydi, men deydi nevrozdan qiynalib ketdim, qo'rquv vahima, nima qilsam bo'ladi? Xullas, bormagan joyim qolmadi. Ya'ni hozirgi kunda o'rtoqlar, bilasizlarmi? Insonlar nevrozdan tuzalishi juda qiyin bo'lyapti. Chunki moshenniklar ko'payib ketyapti. Men imindan kimnidir ismini aytib yoki kimnidir qoralamoqchi emasman. Lekin ayrim qo'sh tirnoq ichida shunaqa insonlar ko'payib ketdiki, reklama katta tuzoqqa aylandi. Misol bittasi chiqyapti-da, bo'ldi, men falonchiga bordim, mana 20 yillik, 30 yillik qo'rquv vahima nevrozdan men tuzaldim desa, bo'ldi, hamma o'shanga boryapti. Bitta narsani tushunishinglarni men istagan bo'lardim, tekin o'lja faqat qopqonda bo'ladi o'rtoqlar. U reklama, u hammasi yolg'on, u firibgar, u moshennik. Shu uchun ogoh bo'lishinglarni men istagan bo'lardim. Sababi ko'pchilik inson hozir shu reklamalarga aldanib yuribdi. Bekordan bekorga o'sha pulini, vaqtini sarflab, lekin hech qanaqa natija yo'q. Keyin insonlar o'shanga borishyapti-da, aldangandan keyin, misol tuzalmagandan keyin, bo'ldi, bularni deydi, hammasi bir go'r ekan deydi. Endi qo'pol qilib gapirganda, bularni hammasi bir go'r deydi. Endi bo'ldi, men deydi, hech qaysiga ishonmayman. Bular deydi nevrozdan tuzalishi, lekin sirini aniq biladi deydi. Hamma aytadi, aniq. Men bilan shu ko'pchilik inson telefon qilishadi, o'sha suhbat davomida aytishadi, aka deydi, o'zingiz rostdan sizlar nevrozdan tuzalish sirini bilasizlar deydi, lekin nimaga deydi bizga aytmaysizlar deydi. Yo pul to'lashimizni xohlaysizlarmi? O'zingiz deydi ayting, qanaqa siri bor, yashirin deydi, kodi bormi, maxfiy kodi bormi deydi, qanday deydi tuzalsak bo'ladi deb murojaat qilishadi insonlar. Uni hech qanaqa yashirin siri yo'q o'rtoqlar. Agar uni yashirin siri bo'lganda yo qanaqadir o'sha sehrli so'zi bo'lganda yo bir sehrli kalitchasi bo'lganda, men sizlarga bepulga shunday aytgan bo'lardim. O'zi shundoq ham men endi bilmadim, o'zimni reklama qilmoqchi emasman yo maqtamoqchi emasman. Shu nima deydi, bir jaydarchasiga tushuntirib berganman hamma videolarimda. Endi tushungan inson tushunyapti. Misol ko'pchilik inson yozishadi menga. Kommentariyalarni o'qib qolaman-da, aka deydi, rahmat, shu videolaringizni ko'rib ancha tuzalyapman deydi. Bitta sizlarni xursand qiladigan xabar aytmoqchiman. Agar inson tafakkur qilsa, o'zini ustida ishlasa, o'sha ko'rgan video, o'sha YouTube'da nevroz haqida, iminda ma'nimi kimni bo'lsa ham o'sha videolarni o'ziga yoqqan inson videolarini ko'rayotgan bo'lsa-da, hayotiga tatbiq qilaversa, unga hech qanaqa psixolog, iminda shaxsiy terapiya kerak emas. Kim bilandir konsultatsiyasiga yozilib psixoterapiya ishlanishi kerak emas. O'sha video ko'rib ham inson nevrozdan tuzalsa bo'ladi. 100%. Endi bu gapimga ko'pchilik inson qo'shilmasligi mumkin. Yo'q, konsultatsiya kerak, bunaqa yo'q. Hech qanday konsultatsiyasiz ham tuzalsa bo'ladi. Agar harakat qilmagan, ya'ni o'zini ustida ishlamaydigan, dangasa qiladigan insonlar 100 ta konsultatsiya olsa, men javob berib aytaman, 100 ta konsultatsiyaning ham foydasi yo'q. U farqi yo'q, chunki u dangasa, u faqat bunday kimlarga havas qiladi. Misol bir insonni ko'radi, men shunga mazza deydi. Misol bir sportchini olaylik, bir oltin medal yutib kelsa, misol uni taqdirlash marosimi bo'ladi-da, qanchadan qancha pul beradi, mashina sovg'a qilsa, o'shanga havas qiladi. Mana shu deydi, bir kechada mana deydi millionerga aylandi deydi. Yo'q, u bir kechada emas, u o'sha bir kechada millionerga aylanish uchun u 1000 kecha harakat qilgan. Tushunyapsizlarmi? Yillar davomida harakat qilyapti-da, natijaga erishyapti. Xuddi nevroz ham shunaqa narsa o'rtoqlar. Sizlar tuzalishinglar uchun prosta sizlar natija kutasizlar.
qachon men ham tuzalar ekanman, to'g'risi bormikan, doktor davolar ekanmi, kim davolar ekan, nima qilsam bo'lar ekan? Harakat nol. Tushunyapsizlarmi? Harakat nol. Shuning uchun natijaga erishish uchun harakat qilish kerak o'rtoqlar. Harakat qilmas ekansizlar, foydasi yo'q. Ko'pchilik inson aytadi, deydi, hamma joyga bordim, xullas deydi, kim o'sha insonni reklama qilsa, o'shani qabuliga bordim, lekin foydasi yo'q deydi. Shuning uchun reklamalardan ehtiyot bo'linglar o'rtoqlar. Qanaqadir reklamalarga uchmasdan o'zingizlarning ustingizda ishlasanglar, bo'ldi, tafakkur qilsanglar, men bu gapimni juda ko'p aytaman. Tafakkur qilgan inson video ko'rib ham, audio podkast eshitib ham tuzaladi. Agar tafakkur qilmay, dangasa qilib, prosta birovlarga havas qilar ekansizlar, sizlar men qo'rqitmoqchi emasman, prosta men shu nevroz bo'ldinglar, bo'ldi, shu umringlarning oxirigacha shu nevroz, qo'rquv, vahima, stress, depressiya, xullas mana shu narsa bilan o'tib ketasizlar. Harakat qilmas ekansizlar, sizlarga hech kim yordam bermaydi. Ishoninglar. Xohlagan insoningizga boring, u ertalabdan kechgacha siz bilan nevroz haqida gaplashib, suhbat qilgani bilan u narsani umuman sizga foydasi yo'q. Chunki sizlar dangasa bo'lib qolgansizlar. U gapiradi, ha deysizlar, bu quloqingizdan kirsa, bunisidan chiqib ketadi. Ha deysizlar, ertasi kuni o'zi nima dedi? Yana boshqatdan bir qabuliga borsammikan, yana bitta konsultatsiyasini olsammikan deb prosta o'zingizlarni shunaqa aldab yurasizlar. Yig'ishtiringlar insonlar. Men shu gapimni ko'p aytaman. O'zingizlarga bitta savol beringlar, oldingizlarga maqsad qo'yinglar. O'zi men bu hayotga nimaga keldim? Nimaga yashayapman? Xo'p, stress sizda, xo'p, depressiya, xo'p, nevroz, qo'rquv, vahima. Bo'ldi, nevroz bu kasallik emas, bu insonning xarakteri, shaxsiyati bilan bog'liq. Bu organik kasallik emas. Bu bolnitsada yotib davolanadigan kasallik turiga kirmaydi. Xo'p, shundoq ekan, nimaga sizlar u qo'rquv vahimadan qo'rqib, u narsadan qochib uyda yotib olishinglar kerak? Xo'p, ishi borlar ishini to'xtatib qo'yadi. Bo'ldi, menda stress, menda qo'rquv vahima, menda nevroz, men ishga yaramayman, men kasalman, menga teginma deb uyda yotib oladi. Yo'q. Oldingizlarga maqsad qo'yinglar o'rtoqlar. Bu hammasi bekorchilikdan, maqsadsizlikdan kelib chiqadi. U uy-xayol, miyadagi mana bu yopishqoq fikrlarning hammasi bekorchilikdan kelib chiqadi. Tushunyapsizlarmi? Bekor qolmanglar, ish zo'r yordam beradi o'rtoqlar insonga. Ishning foydasi juda ko'p. Ishlash kerak, harakat qilish kerak. O'sha sog'lom insonlar bilan ko'proq suhbat qilgandan keyin mana bu qo'rquv vahimalar kamayadi. Chunki bor fikringlar o'sha insonlar bilan suhbat qilgandan keyin o'sha yoqqa qaratiladi. Agar uyda faqat qo'rquv vahima haqida o'ylab yotaversangiz, naborot u kuchayaveradi. Keyin yana insonlar aytishadiki, men deydi, o'lim qo'rquvi kelganda o'lib qolishdan qo'rqaman deydi. Shuni o'ylayversam yaqinda o'lib qolamanmi deydi. Psixologlar kimlar chiqib aytayapti deydi. Ularning hammasi endi bir qo'pol qilib gapirganda nima deydi, bir ahmoq hammasi. Tushunyapsizlarmi? Prosta sizlarni aldab sog'ib pulinglarni oladi. Ishonmanglar, o'rtoqlar, eminda meni eshitinglar yo menga ishoninglar demayman. Mayli, yo'qmasa meni ham eshitmasinglar mumkin, eminda meni eshitinglar demayman, lekin o'shalarni ham eshitmanglar. Sizlar mana bu miyanglarni вообще buzib yuboradi. Unaqa qilamiz. Xullas, nevroz, qo'rquv, vahimani tuzatamiz, shunaqa apparatini topdik, o'tmishga qaytamiz, kelajakka sayohat qilamiz, bir narsalar qilamiz, hammasi yolg'on, ishoninglar. U yo'q, bo'lmagan narsa, u hech qanaqa apparati ham yo'q, hech qanaqa tabletkasi ham yo'q, qo'rquv, vahimadan, nevrozdan tuzatadigan. Ko'pchilik inson hozir savol berishyapti. Menda deydi, shu deydi, o'lim qo'rquvini ko'p o'ylasam rostdan ham o'lib qolaman deydi. Shunaqa psixologlar endi kimlar ko'payib qopti hozir, chiqib shunaqa deyotgan ekan, insonlarni qo'rqitayotgan ekan. Yo'q, hammasi yolg'on o'rtoqlar. Prosta sizlarni aldab, sog'ib pulinglarni oladi, konsultatsiyasini tiqishtiradi, bir narsalar qiladi. Misol, bir insonni olaylik, gelik mashinasini orzu qiladi. Lekin hech qayerda ishlamaydi, faqat uyda yotadi. Kim o'zidan-o'zi osmondan tushadimi u gelik mashina? Misol, bo'ldi, mana kalitni kimdir sizga topshiradi. Siz deydi, bir oy davomida deydi, gelik mashinasini orzu qilib yotdingiz va orzuyingiz amalga oshdi. Mana falonchi sizga gelik mashinasini topshirdik deb ketmaydi hech kim. U aqlga sig'maydi. Tushunyapsizlarmi? Xuddiki nevroz, qo'rquv, vahima ham shunaqa. Siz harakat qilmasdan prosta video ko'rib uyda hayotingizga tatbiq qilmay shunchaki videoni ko'ryapsiz, da uyda yotibsiz, ertasi kun tuzalib qolmaysiz. Tushunyapsizmi? O'sha gelik mashinasini olish uchun ham inson harakat qilish kerak. Misol, yo oddiy mashina olmoqchimisiz, misol 5,000 10,000 dollarga, o'shaning uchun ham kamida 5 oy, 6 oy yo 1 yil ishlashingiz kerak. Tushunyapsizlarmi? Ishlasangiz olasiz.
nevrozdan tuzalish uchun ham harakat qilsangiz tuzalasiz. Sizlarga men soddaroq tushuntirib berishga harakat qildim o'rtoqlar. Shu uchun o'zinglarning ustinglarda ishlanglar, harakat qilinglar. O'shandagina nevrozdan tuzalasizlar. Hatto kimdir sizlarni men seni nevrozdan tuzataman, javob, meni konsultatsiyamga yozil, nimadirlar qilaman desa, hammasi yolg'on. U 1 soatlik konsultatsiyada hech qachon nevrozdan u tuzalishi iloji ham yo'q. Prosta to'g'ri sizlarga tushuntirib berishim mumkin, o'zingizlarga kerakli bilimni olishinglar mumkin. O'shandagina uni hayotingizga qachonki tatbiq qilsanglar, yordam beradi. Agar tatbiq qilmay prosta dangasalik qilsanglar, u foydasi yo'q. Hozir endi ko'p insonlar dangasa bo'lib qolgan, har xil kanal, gruppa. Shu nevroz haqida nechta kanal gruppa bo'lsa, hammasida bor, hammasini eshitadi, keyin ikkilanib yuribdi. O'zi qaysini aytganini qilsam, o'zi nima qilishim kerak, qaysi birini gapi to'g'ri deb qiynalib yuribdi. Shuning uchun men ko'p aytaman, bitta inson sizga yoqdimi, ma'qul keldimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar sizga zo'r nevroz tushuntirib beryaptimi, o'shanga, ya'ni insonga, ya'ni siz o'sha mutaxassisga ishondingizmi, ixlos qildingizmi, bo'ldi, o'sha bilan ishlang, bo'ldi. Qolganini hayotingizdan ham, boyagi telefoningizdan ham o'chiring, bo'ldi. Qolgani siz uchun yo'q. O'sha bitta bilan ishlash kerak. Chunki daraxtni ham bir joyga eksangiz ko'karadi. Bugun bu yerga, ertaga u yoqqa, endi u yoqqa eksangiz u ko'karmaydi. U quriydi. Xuddi sizlar ham shunaqa. Nevrozdan qiynalib yurganinglarning asl sababi shu. U o'ylamanglar, bular deydi sirini biladi, bizga aytmayapti. Maqsad pul. Agar men hech kimga hech qanaqa pul to'lamasam, men bepulga nevrozdan tuzalar ekanman deb o'ylamanglar. Xarajatsiz harakat nolga teng. Bularning maqsadi pul, men bepul ham o'zimni nimadirlar qilaman. Bepul kimdir meni tuzatadi, mo'jiza keladi deb. Yo'q, bizning maqsad pul emas. Tushunasizmi? Meni maqsadim pul bo'lganda, men hozir bu qimmat oltinga teng gaplarni sizlarga tekinga aytmagan bo'lardim. Tushunyapsizlarmi? Maqsadim pul bo'lganda, men ham hozir bitta o'sha o'zimni bir tanishimni chaqirardim-da, mana 20 oylik nevroziman, tuzatdim. Kelinglar, hammani tuzataman deb shunaqa reklama qilib, hammani aldab pulini olgan bo'lardim, agar men qisman o'sha mashinnik bo'lganimda yo boshqa bo'lganda. Endi bilmadim, bizani ham misol kimdir gapirib chiqishi mumkin, muhokama qilishi mumkin. Endi u ko'pchilik inson nonni yarimta bo'lishdan qo'rqqandan bizni gapiradi. Mana deydi, bizda deydi, yana bitta deydi, hamkasbimiz ko'payibdi. Unga ishonmanglar, meni qabulimga kelinglar, unaqa bunaqa. U ko'pchilik inson o'sha qo'rquv, vahima, ya'ni nonni yarimta bo'lib qolishdan qo'rqadi o'rtoqlar. Yo, meni maqsadim birinchi o'rinda bu pul yo bu narsaga, ya'ni nevroz haqida informatsiya berib, ya'ni bu narsaga kirishim birinchi o'rinda pul emas. Prosta insonlarga yordam berish. Mana shu gap o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, dangasalik qilmanglar, o'zingizlarning ustinglarda ishlanglar, tafakkur qilinglar, hammasi zo'r bo'ladi. Videoni o'sha nevroz, qo'rquv, vahima, ya'ni o'sha panический atakadan qiynalib yurgan insonlarga ulashib qo'yinglar.